Kunlardan bir kuni Hazrat Navoiy sayr aylamakni qildi ixtiyor. Mulozimlar ila chiqdilar yo'lga va kichik bolaga keldilar duchor. O'shanda Navoiy otidan tushib, o'sha yosh bolaga qilibdi ta'zim. Mulozimlar hayron, ayollari lol, bunday uchrashuvdan qolibdilar jim. Bir ayon qo'lini ko'ksiga qo'yib so'rabdi: "Hazratim, bu qandayin hol? Siz bolaga emas, balki u sizga ta'zim qilib salom berishi darkor." Navoiy debdiki, bosiqlik bilan: "O'tib keldim olis yillar darsidan. Bu bola menga hech begona emas. Bu bola ustozim shajarasidan. Ustozim men uchun otadan ulug'. Shu sabab bu bola men uchun faxr. Ustozimdan qolgan nevarasiga salom bermasligim mumkinmi axir?"